Kelin, mendan berkitib nima yeyapsiz? Voyda! Kelinimni boshiga pichoq tiqib ketishdi. Vahma qilmang oyijon, bu haqiqiy emas. Kelinlik fokusni ishga tayinlamoqda. Ko'cha supurishim kerak. Ertaga sirkim bor. Maynochilik. Zemon kim senga lapatga tiqib ketdi? Xotiram, bu yasalgan. Серьезно? Da mana qarang, mana qarang. Kelinni kashligida necha pul bor ekan ko'raychi. Kelin turing, bitta fokus ko'rsating. Oyijon, yarim kechasi nima kerak sizga? Menga emas, mahalladagilarga. Sizni fokuslaringizga toksikoz bo'lib qoldim-da. Mendan berkitib chips yeyaptimi? Voy! Ikkinchi birovni chipsiga tegmayman. Qarang, ichida hech narsa yo'q, lekin bundoq qilaman, ichidan quyon chiqib keladi. Qanaqa qilasan buni? Quyonga buni 6 yil o'rgatganman. 6 yil. Boshingiz qazg'oq bo'lib ketibdi-a? Ha, qazg'og'imni fokus qilib yo'qota olmaysan.